qulbachchalar o'tiribsanlarmi? Gadoy Murat keldi-yu. Okey, kartadan to'landi. 9 metr joyga taksida kelyapsanmi, Jasur? Yana biznes chaqirib olgan. Almas, allaga o'xshab yalang oyoq emasman-ku, piyoda yurgani. Puling yo'q payt avtobus orqasidan yugurib yurasan-ku. Og'zing yopda borib zvachka sotib olgin, chota sasyapti. Jakuye. Tamam, buning taqib olgin. Kim bo'lar, Jasur? O'zimga shaxsiy yordamchi qilib ishga oldim. Sen Trampni jiyanimsan, o'zing ishchi olasan, o'zing ishchi bo'lsang. Nedagon, ko'p gapirma, hozir seni ham yordamchi qilib ishga olaman. Xo'p deb qo'y, 2 kundan keyin o'ziga kelib qoladi, Gadoy Murat. Xo'p bo'ladi. Sen adashib kambag'allikni qisqartirish bo'limi boshlig'i bo'lib ketmaginda. Nima bo'ladi? Aniq-ku nima bo'lishi? Ketdingmi? Ko'zingga qaramaysan, mol oyoq kiyim bosib olding. O'zlar bilmay bosib qo'yibmiz. Mayli, buni o'zing kiy. Men bosimli oyoq kiyim kiymayman. Men butikda yangi oyoq kiyim olib kelgin. 42 razmer. Puli yo'q pay, teshik kalishda yurasan, daydi. Hech Jasur, Yo'q, paketingda nima bor? qo'ylarga qotganman. Berdaqa qornim oshib ketdi. Shunga ham yetmabdi, Gadoy Murat. Qo'shib yeyishga nima deng bormi? Shuning uchun qishni g'amini yozda ye, bo'lmasa qishda